Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabinlar. Videorolik kengroq tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shgan holda videorolik ostiga like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. Bir odam uyining yerto'lasida ustachilik qilardi. Eshik romda undan o'tadigan usta yo'q edi. Usta bir kun har doimgiday ishini qilayotganda chiroq o'chib qoldi. Bir qancha muddat kutdi, ammo chiroq yonmadi. Aksiga olganda shu kuni bitirishi kerak bo'lgan bir nechta romlar bor edi. Biroz dam olish uchun uyga kirayotganda elektr yoqib o'chirgichga ko'zi tushdi. Kimdir tokni o'chirib qo'ygan bo'lishi kerak. Usta elektrni yoqqanida ustaxona chirog'i yondi. Taxminlari to'g'ri chiqdi. Ajabo kim qildi ekan? Endi ishni boshlagan ham ediki, yana chiroq o'chdi. Ammo bu safar elektrni kim o'chirganini ko'rdi. Ustaning o'g'li elektrni o'chirib, sekin narvondan pastga tushganida qarshisida otasi turardi. Usta 10 yashar o'g'lining bu qilgan ishini kechira olmadi. Butun ishi o'g'lini deb kechikandi. Bir marta o'chirgan bo'lsa ham mayli edi-ya. O'g'lini bir shapaloqladi. Balki eskirib qolar endi. Usta o'g'lining ko'z yoshlarini ko'rmaslikka olib uyga chiqdi. Uyga kirishi bilan xotiniga alam bilan gapirdi. Bu bolani maktabda kimlar bilan aralashib yurganini bilishimiz kerak. Agar bo'sh qo'yib qo'ysak, boshimizga balo bo'ladi. Oxiri eng oson yo'li topildi. O'g'lining hech qoldirmasdan tutgan kundaligini o'qiydi. O'g'lining nima ishlar qilib yurganini bilib oladi. Xotinining qarshiliklariga qaramasdan kundalikni ochib o'qiy boshladi. O'g'li eng oxirgi sahifaga shu so'zlarni yozgandi. Bu kecha yomon tush ko'rdim. Ustaxonada dadamni to'q urdi. Allohim, dadamni o'zing asragin. Men esa qo'limdan kelganini qilaman. Xulosa o'zingizdan yaxshilar. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha xayr.